izlab yurganlar uchun shunaqangi cho'ntak bob narxni eshitsangiz bo'ldi olaman deydigan darajadagi uyni sotuvga chiqdi. Joylashgan joylarini tushuntiramiz. O'zgarishdi, Mo'sta mana shu yerda joylashgan. Bu yerda esa Sergeli mashina bozor joylashgan. Sergeli 6A'damiz. Abu-Saxiy ketish yo'li mana shu yerda metro liniyasi ham o'tgan ikkinchi bekat. China House mo'ljal yonida joylashgan uyni ko'rsatamiz. Detskiy plashatkalar kompleks bo'lib tushgan. Liftlar ishlayapti, podyezdlari keng. Uyimizni kengina zalidamiz. Oila yashab turgan fayzli, toza xonadon ekan. Bu yoqda spaniyalar joylashgan, remontlari ham yaxshi holatda, patologlar baland uy ekan. Bu shkaflar qoladi joyiga yasatilgan. Bu uyimiz 7 etajli yig'ishli dommi. 6-etajda joylashgan. Podyezddan kirish eshik liftlari ishlaydi. 50 kvadratli uy. Bu yoqda sanuzeli. Bu videoni Sergelida Novostorga izlayotgan tanishingizga albatta jo'natib qo'ying. Shunaqangi hozir zo'r narxda qo'yib beramiz. Bu kompleksdan aniq bunaqa narxga uy topa olmaysiz. Detskiy plashatkalari. Kuxnyani joyi shunaqa zo'r o'tiradigan joy qilingan ekan. Sizga ham yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying jigar. Kuxnyasi balkonga chiqazilgan. To'rtkontorli katyollari ham bor. Bu uyimizning narxini 54.500 dollar beramiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, telefoningizni kutamiz. Bosib oladigan joy.